Assalomu alaykum Eldosh Motors YouTube kanali obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun bizlar Eldosh Motors jamoasi sizlarga zavodimizda ishlab chiqarilayotgan 3 oyoqli yuk ko'taruvchi mototsikllarning ko'rsatib o'tmoqchimiz. Zavodimizda hozirgi kunda 10 dan ortiq mototsikllar ishlab chiqariladi va hozirgi kungacha iste'molchilarning ishonchini qozonib kelmoqda. Bugun biz sizlarga mototsikllarimiz bo'yicha to'liqroq va har bir mototsikllarimiz bo'yicha to'liq ma'lumotlarni berishda davom ettiramiz. Bizni kuzatishda davom ettiringlar va kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hozir men sizlarga har bir mototsiklimiz bo'yicha qisqacha ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Marhamat kelinglar. Zavodimizda bizlarda 10 dan ortiq mototsikllar ishlab chiqariladi va har bir mototsiklni o'ziga yarasha qiladigan ishlari bor. Masalan, bizlarda 150 kubalikdan 300 kubalikgacha bo'lgan mototsikllar ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Ushbu mototsiklimiz 150 kubalik Eldosh 150 modeli hisoblanadi va 500 kilogacha yuk ko'taradi. Navbatdagi modelimiz esa Eldosh L200 MS deyiladi. Bu modelimiz 1 tonnagacha bo'lgan yukni ko'taradi. Va navbatdagi modelimiz Eldosh elektrikli mototsikl hisoblanib, 105 amperlik kuchga ega bo'lgan akkumulyator bilan jihozlangan va 1 tonnagacha yukni ko'taradi bu ham. Ushbu modelimiz esa 200 vazdushli modelimiz hisoblanadi. Bu modelimiz 1,5 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tarishga mo'ljallangan. Navbatdagi modelimiz Eldosh L300. Bu yangi modelimiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Qo'sh ramali, qo'sh ballonli mototsikl hisoblanadi. Bu mototsiklimiz esa 1,5 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tarishga mo'ljallangan. Keyingi modelimiz Eldosh L200 radiatorli, barcha xush ko'rgan va barcha mazza qilib haydab yuradigan modelimiz hisoblanadi. Ushbu modelimiz 1,5 tonnagacha bo'lgan yukni ko'taradi. Ushbu modelimiz Eldosh 200 kabinalik modelimiz bo'lib, ushbu modelimiz qishda ham, yomg'irli kunlarda ham bir xil haydovchilar mazza qilib haydab yurishga mo'ljallangan. Bu modelimiz ham 1,5 tonnagacha yukni bemalol ko'tarib, uzoq masofalarga bemalol olib yurishga mo'ljallangan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizni kanalni kuzatishda davom ettiringlar. Biz navbatdagi videolarimizda ushbu mototsikllar bo'yicha to'liq texnik parametrlar, mototsiklarimizning narxlari va xususiyatlari bo'yicha birma-bir aytib o'tamiz. Va eng asosiysi, siz Eldosh mototsiklarini nima uchun tanlashingiz va uni nima uchun xarid qilishingiz bo'yicha bizlar batafsil ma'lumot aytib o'tamiz.